Afsuski, mana bugun Santix klub ochilish marosimi va albatta yangi mahsulotlar taqdimoti. Fikrlaringiz qanaqa? Fikrlar a'lo darajada. Bunaqa yangilikni biz kutganmiz. Yaxshi bo'ldi shu bizga aslanmay mana shu yangilik, shu kollektor, boshqa narsalar, boilerlar bo'yicha ham, to'plipol alyuminiy turbalar bo'yicha ham ancha yangilik bizda sпрос bor. Xudo xolasa harakat qilib bir jamoa bo'lib ishlaymiz. Endi har doim, har yili yilma-yil o'sish bo'lyapti. Endi keyingi yil ham bu yilga qaraganda yana ko'proq yangilanish kutilyapmiz. Taassurotlar kutilganidek. Bu mahsulotlarni biz anchadan beri kutayotgandik. Kompaniya rahbariyati bilan birgalikda tuzdik. Mahsulotlarimiz hammasi yetib keldi. Biz kutgan sifatda, biz kutgan dizaynda inshaalloh bozorda o'zimizni o'rnimizga ega bo'ladigan raqobatbardosh mahsulotlar yetib keldi deb o'ylaymiz. Bugungi tadbir ham ajoyib o'tdi. Hamma hamkorlarning fikri ijobiy, xursand. Bundan keyingi yillarda ham xudo xolasa bundan yaxshiroq natijalar bo'ladi deb umid qilamiz.